Bir banda so'roq qilindi. Bandam, nima ish qilarding? Tojir edim. Do'konim bor edi. Qiynalib qolgan odamga nasiyaga narsalar berardim. To'lasa olardim, to'lamasa zo'rlamasdim. Bermay ketsa yonimdan to'ldirib qo'yardim joyini. Ey bandam, meni bir ojiz bandam bo'lib turib, men bersam sen ham yeysan. Mendan bir rizq talabida bo'lib turgan bandam bo'lib turib, shu ishni qilganingga hisob kitob yo'q, jannatga kiraversan. İnsanlarga qanday muomalada bo'lgan bo'lsang, senga ham men shunday muomalada bo'laman. Seni ham qarzlaring olam kechirib yubordim.